Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Jimsizlar? Zo'r orada ozgina uzilish bo'lib qoldi. Shu 4 oycha umuman vlog olinmadi. Vlog bitta bor edi. Agar montajlarni tugatsam qo'yib yuboraman. Hali montajini ham boshlanmagan. Shu o'qish, ekzamen, imtihonlar tufayli umuman vaqtimiz bo'lmadi. Shu o'zimizning hayot bilan yashab hozir endi o'qishlarimiz tugadi, imtihonlarni topshirib bo'ldik, Xudoga shukr, birinchi kurs tugadi. Ko'p bolalar ketdi. O'sha bir yilga yezikovoyga kelgan bolalar bor edi. O'sha meni o'rtoqlarim bilan ketishdi. Hozir yangi xonadoshim, yangi kelgan bola, to есть Mayda Ibrohim. Assalomu alaykum, дорогие зрители. Tojikistondan bu bola. Tojikistondan hozir ham o'sha kursdoshim. Shunaqa birga bitta xonada turamiz. Yangiliklar ko'p. Yaxshi yangiliklar bor, yomon yangiliklar bor. Xudo xolasa sekin-sekin mana bilmayman qachon chiqadi bu video, lekin o'zim xohlayman. Shu vlog snimak qilib, vloglarni olib ozgina bo'lsa ham shu O'zbekistondagi boshqa joydagi odamlarga Xitoydagi hayotni ko'rsatishi. Xullas shunaqa. Yoz kunlashishni boshladi. Biz ham tapchikalarga o'tganmiz. Qishda sovuq, yozda issiq. 2 kun yomg'ir yog'di. Kechadan oldin yomg'ir yog'ib, havo yaxshi emas edi. Lekin yomg'ir yoqqanda ham havo dim. Shu yurib bo'lmaydi. Hozir ham issiq yondirayotibdi. Shunaqa. Yana yangiliklardan nima? Oldin boshqa telefonga sumka qilardik. Ayrim bir sabablarga ko'ra u telefon yo'q endi. Endi shu oddiy telefonga sumka qilamiz. Kачество va ovoz taraflama zo'r bo'lmasligi mumkin. Lekin yoqayotgan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Kommentariy yozdim. Kommentariy yozganlar bor ekan. Katta rahmat. O'sha 4 oy davomida umuman YouTube'ga kirilmadi. Kanalga umuman qaralmadi. Shuning uchun shu odamlar yozganiga javob bera olmadim. Kechadan oldin javob qaytardim. Xudo xolasa yana ham qizurroq, yaxshiroq kontentlarni chiqaramiz. Endi bu kankul vaqtimiz ko'p. Hozircha shu ko'p bola ketib qolgan. Hayotimiz endi hali dam olish rejimiga o'tganmiz. Shuncha payt o'qidik, har xil narsa qildik. Endi hozir dam olishdamiz. Bemalol dam olib, o'zimizga vaqt ajratib, bemalol uxlab, o'qish payti ertalab vaqtli turish kerak. O'qish, dars, undan tashqari imtihonlarga tayyorlanish kerak. Shunaqa edi. Hozir endi dam olyapmiz. Produktlar, magazin. Yangiliklardan bu yo'lda ham go'sht sotishni boshlashdi. Oldin shu oddiy produkt go'sht uchun ham 7 kilometr uzoqdagi magazinga borishimiz kerak edi. Ya'ni o'sha file, to'q go'shti, shunaqa go'sht olish uchun ham 7 kilometr uzoqqa borib olib kelishimiz kerak edi. Yo'q, hozir yaxshi oldimizda magazinlarda paydo bo'ldi. Har kuni kelib sveji olib tayyorlasa bo'ladi. O'zimiz ovqat qilishni boshladik. Yangiliklarda eng kattasi eski yotoqxonadan yangi yotoqxonaga ko'chdik. Shunaqa bo'ldi. Shu. Сколько вышло? 3-4. 3-4. Bu yerda tuxumni yesichu kilogrammni o'lchab sotishadi. 5 центов. 5 ta tuxum 3-4 yuan. So'mda где-то 1700 bo'lsa 3900. 5100 so'm 5 ta tuxum. Yaxshi. Yo'q, yaxshi, lekin qimmat emas. Oldin biz upakovkani olardik. 15 ta tuxum 18 yuan edi. Bu yerda hozir 15 ta tuxum olsangiz 10 yuan bo'ladi. Bu ekonom. Shunaqa sekin-sekin o'rganyapmiz. Xudo
bo'lmasa plyajlar yozgi sezon ochilgan. Bolalar bilan bir marta shashlik qilganmiz. Yana qilish niyat bor. Yangi bolalar kelgan. Qirg'izistondan 3 ta yangi bola. O'zbekistondan bitta yangi bola bor. O'shalar bilan endi qoldim men. Mani o'rtoqlarim, mani tanishlarim, o'sha eski qozoq bolalar, qirg'iz bolalar. Ular ketishdi. Qaytib ketishdi, chunki ularni 1 yilga kelishgandi o'zi. Bo'ldi, o'qish tugadi, ular qaytib ketishdi. Ularni kuzatdik. O'zimiz qoldik. Shunaqa. Xudo xolisi bugun bir vaqt bo'lsa, plyajga issiqda masu 2-3 soatdan keyin plyajga borib, plyajlarni ham ko'rsataman. O'zi sezon ochilgan, hamma cho'milib yuribdi. Shunaqa. Lipeshko. Xullas, shu. Lekin havo issiq, vashi issiq. Yo'talayman, ozgina uzr so'rayman. Kasal bo'lib qoldim. Issiqda yurib, xonada konditsioner yoqib, muzda xonaga kirib, keyin muzda suv ichganimga tomog'im kasal bo'lib, 3-4 kundan beri tomoq yo'talish bor. Yangiliklardan oldin men deb shunaqa problema bor edi. Men bilan bilashmagandim, hali ommaga olib chiqmagandim. Hop. Vizam bilan pasportim, ya'ni zagran pasportim 2026-yil 15-iyulda tugashi kerak edi. То есть ertaga o'sha eski zagran pasportim srogi tugaydi. O'sha pasport bilan ovora bo'lib qoldim, o'sha 1 oycha Pekinga borib kelib, undan keyin vizalarimni yangilab, yangi pasportimni o'tkazishim kerak edi. Shuncha ozgina vaqt muammolar bilan eplolmadim. Olamadim video. Shunaqa. Bitta magazinga rasvo. Lipeshka. Ya, mana shu non ekan. 面包多少钱2块钱一个，要几个？ ？Ты будешь? Xullas, shaftoli oldik. Shaftoli, 4 dona shaftoli 12,5 ming. 7 yuanda. Qimmat. Lekin mazasi ham yo'qda. Lekin yeyish kerak. Shunaqa meva-cheva yeb turish kerak. Bu yerda o'zi aslan sitrus mevalar yaxshi. Mana o'zimizda pishiradigan tarvuz, uzum bo'ladimi, gilosi bo'ladimi, hammasi bevaza. Yeb ko'raman. Hali baribir O'zbekistonda yeb yurganmiz, mazasi bilamiz. Shuni yeysizda. Bundan ko'ra bodring yeganim yaxshi deb qolasizda. O'tgan safar bir marta shaftoli olganimda olma yeyotgandek bo'ldim. Vashi mazasi yo'q. Shunaqa. Bu bizani parkovka. Bu yerda Malibu turibdi. Legenda. Shu. Yurimiz. Shu. Чисто o'zbekskiy temada. Har xil mashina. Ustozlarning mashinasi, studentlarning mashinasi bor bu yerda. Bizda ham hozir mana shunda majlis bo'ldi. Havo vashi shunaqa yondiryapti. Shamol bor-ku, shamol ham issiqda. Hop, assalomu alaykum. Men nima ko'rsatmoqchi edim? Bunaqa ovqat olgandik. Одноразовый. Ximический reaksiya ketyapti ichida. Hozir par chiqdi. Hozir ko'ramiz endi qanaqa bo'ladi. Mana non topganmiz, bunaqa nonlarimiz bor. Shunaqa 4 dona shaftoli. Qattiq, vashi qattiq. Hozir ko'ramiz nima chiqar ekan. Bu где-то 7 yuanmi, 8 yuanga olganman. Shu 13 ming atrofida 300 gram bu yerda belok shunaqa narsalar ko'pda. Shuning uchun menga yaxshi bu. Xonani ham obzorni qilib beraman. Yangi xonadamiz. Sezayotgan bo'lsalaring,
ozgina besparadik xona. Ozgina to'g'rilab, keyin obzor qilib beraman. Bunaqa pastaga o'rgan olganmiz. Tayyor pasta. 135 grammda. Ichida lapshasi bor, souslari. Prosta ochib tayyorlaysiz. 15-20 minutda tayyor bo'ladi. Mana ham shunaqa. 15 minutda tayyor bo'ladi qon. Ochdik. Shunaqa ovqat. Bu yerda guruch, kartoshka, bu yerda zilin, go'sht, bu ham guruch. Ular shunaqa ovqat paydo ekan. Paydo bo'ldim men. Shunaqa ovqat bo'lar ekan. Tagini tagi qaynoq. Keyin ko'rsataman. Tagida bitta paketchasi bor. Oddiy sovuq suv to'ldirib, shuni paketchaga tashlab qo'yar ekansiz. O'zi istorar ekan. Bizda soat 7:30-8. Men prosta o'zimga yaxshi odat qilib qoldim. O'zi anchadan beri sog'lik nima desa bo'ladi? Здоровый образ жизни. Shunaqa. Har kuni 10 ming, 12 ming qadam yurishim kerak. Shuning uchun hozir aylangan ketyapman. Bu yerda hozir plyaj и mo'ri bor. Dengiz. Bu yerda bizning universitet sekin aytiladi. Shu universitetimiz shaharda emas. Universitet shaharda bo'lmagan. Shahargacha 30-35 kilometr. Lekin yaxshi. Qishda to'g'ri suv, hech nima yo'q. Atak yozda mana misol uchun turistlar ko'p keladi. Turistlar, plyaj bor. Har kuni kerak bo'lsa, sezon ochilganda har kuni kelib cho'mildi o'sha bir haftalab to'xtamay. Keyin o'sha sekin-sekin odam charchashni boshladi bu narsalardan. Bu yerdan ham kirsa bo'ladi, yo'da bitta kirish bor. Yana chiqib ketaman, bundoq aylanib. Plyaj qanaqa? Hozir endi kechqurun odamlar yo'q. Kачество ozgina pastroq. Uzr, chunki bundan oldin bir 15 minut Brixda syomka qiluvdim. To'g'risi o'zimga yoqmadi. Yaqin, slishkam yaqin olganman. Tipa zum polностью tushmagan. Belimda joylari bor. Sotib olib o'tirib dam olasizlar. Bu yog'i plyaj qorong'i. Brixdan ham yaxshi emas. Kunduzi kelaman. Bugun cho'tib kech qolib ketdim. Bu taraflarda ham shunaqa. Bu yerdan joylar olasizlar, shashlik, ya'ni qo'ra qo'yib beradi. Shashlik qilib, narsa qilib o'tirsalaring bo'ladi. Oilaga kelib. Hop. Ko'pchilikda endi qiziqish bor, baribir Xitoyga o'qishga kelish bo'yicha. O'qish masalasi. Sizlarga maslahatim, hamma firmalarga ham ishonmanglar. Chunki o'zimdan kelib chiqib, o'zimning fikrimni aytaman. Ko'p firmalarda prosta aldab yorishadi. Ko'p firmalar prosta aldab yoradi. Nimaga? Chunki o'zimizda ham shunaqa situatsiyalar bor, bolalarni $2000 uxlatib ketishgan, firma prosta yo'qolib qolgan. Yoki bakalavrga deb yezikovoga jo'natib yoradi. Shunaqa muammolar bor. Shuning uchun iloji bo'lsa, tanishinglar orqali harakat qilinglar. Yoki o'zlaringiz samostiyatchilik. Firmalar har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Firmalar qilib beradi, qachonki o'sha siz xohlayotgan universitetda firma bilan kontrakti bo'lsa. Atak qiyin masala. Ular faqat o'zini kontakti bor universitetlar bilan jo'natib yorishadi. Pre-admission degan dokument olib beradi ko'p firmalar. Pre-admission prosta o'qishga topshirayotganingizda universitet dokumentlaringizni prosta ko'rib chiqishi. Bu sizni qabul qilindingiz, unaqa boshqa narsalar emas. Admission bo'lsa, уже universitet sizni qabul qildi, dokumentlaringizni ko'rib chiqildi. Shunaqa degan dokument, keyin GV degan dokument bo'ladi, u уже viza olishingizga yordam beradi. O'shaning uchun o'qishga topshirayotganlarda iloji boricha o'zlaring tepasida turinglar, qaranglar. Firma bo'lsa, firma bilan gaplashib,
ne unaqa bo'lyapti, ne cho'zilib ketyapti, qachon topshiriladi dokument so'rab olishlaring kerak, chunki sizlar pul so'rayapsiz, pul to'layapsizlar firmalarga. Shunaqa, keyin dokument, shartnoma imzolaysizlar o'sha firmalar bilan. O'sha dokumentlarda ham juda ham qattiq qarab o'qish kerak. Nomiga o'qib qo'ymasdan. O'ta ko'p bo'ladi, listi bir 10 ta list bo'lsa, har bittasini bemalol o'qib, mazmuniga tushunib, savollaring обязательно agar men boshqa universitetga tushib qolsam-chi, men xohlamagan universitet bo'lsa nima bo'ladi? Shularni iloji boricha video yo audio zapis bilan yozib, iloji bo'lsa videoga olinglar, chunki sizlar haqlaring bu. Chunki sizlar o'sha firmani uslugasidan foydalanyapsizlar. Shunaqa. Endi biz buni ketamiz. Kачество bilmayman. To'g'risi, qanaqa chiqyapti qorong'ida. Men o'zi yorug'. Qorong'i emas unaqa. Misol uchun men mashina turibdi, ko'rib turibman. Lekin eski telefonimiz yo'q. Shuning uchun shu mana shu telefonda syomka qilyapmiz. Ayrim sabablarga ko'ra. O'shaning uchun bu kачествоsi ozgina pastroq. Xudo xolasa, menga kamera olmoqchi bo'lib turibman, 360. Lekin bu yerda daromad yo'q. Hali ishlamaymiz. O'shaning uchun hozircha o'zimizga pazolat qila olmayapmiz. Keyin chetga o'qishga chiqayotganda boraman, ish topaman deb kelmanglar hech qachon. To'g'ri, yaxshi shahar, kattaroq shahar bo'lishi mumkin. Agar bizga o'xshab shahardan chekkaroqda joyda bo'lsa, unda ish muammosi bo'ladi. Keyin ko'p davlatlarda bilan, misol uchun Malayziya, Xitoy, Koreyalarda ham studentlarga ishlash mumkin emas. Illegal ishlash mumkin emas, lekin nelegal ishlashadi. Agar ushlashib olishsa, bu o'sha deport yoki shtraf shunaqa bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun boshida misol o'rganib, hamma narsani tushunib yetgunizgacha birinchi marta chetga chiqishingiz bo'lsa, iloji boricha pul bilan harakat qilinglar. Boraman, bir oyda o'rganib ketaman, o'qishni boshlab olaman-da, bitta ish topib, ish qilaman deb kelmanglar. To'g'ri, Xitoyda misol uchun hozir hamma tovar bilan boshlash kerak, tovar unaqa bunaqa. Lekin men Dayan degan shaharda yashayman. Guanzhouda, Guanzhou, Iwu o'sha eng optim kiyim bozorlari uzoqda. Samolyotda to'g'ri 3-4 soatlik yo'l. Lekin biletni shu $100 atrofida bo'ladi. Ham biznes boshlashingiz kerak, unga ham baribir boshiga pul kerak bo'ladi. Kargo topishingiz kerak, ishonchli, yaxshi kargo. Borib o'tda bir kun bozorni o'rganasiz, sirazi borib holigan odamingizni olib ketmaysiz. Sizga doim xitoy tili kerak bo'ladi. Kelyapsiz, boshqa tilda gapiryapsizmi? Inostransmisiz? Sizga boshqa narx, xitoy tilini bilgan yaxshi xitoylik studentga boshqa narx aytiladi. Bu yerda shunaqa. Odamiga qarab muomala qilishadi. Shu bilmayman. Hozircha faqat shu shaharga borgan yo'qmiz. Chunki endi o'qishlarni tugatdik. Xudo xolasa shaharlarga borib shahar ham ko'rsataman, cho'ta faqat shu universitet atrofi o'zimiz yashayotgan hayot bo'lib qolgan. Oldin ham shunaqa bo'lganda, keyin qarasam, o'sha odamlarga qiziq bo'lmasligi mumkin. Har kuni bitta narsani ko'rib o'shaning uchun to'xtab qoldi. Keyin o'qishda muammolar bo'lib, vaqt yetmasligi uchun to'xtatgandik. Endi hozir kanikuldamiz. Bemalol vaqt bor. Bekorchimiz. Shu tepaga chiqib ketiladi. Shunaqa. Yana qanaqadir qiziqroq voqealar bu narsa bo'lsa, sekin telefonni yoqib syomka qilaman. Atakan shamol bo'lyapti, ovoz bilmayman qanaqa. Yaxshi deb umid qilaman. Kommentariy yozibsizlar, juda xursand bo'ldik. Aytaman shu 4 oy davomida umuman YouTube kanaliga kirilmadi. O'sha kechadan oldin kirganimda
qarasam 200 ta 100 ta prosmotr kommentariylar yozilgan ekan. Uzr so'rayman. Oldinroq o'qiganimda balkim motivatsiya bo'lib oldinroq video chiqarardim. Hop, yangi biza aytganimdek, o'sha yangi yotoqxonaga ko'chganmiz. Hop, hamma uzun yotoqxona, 5 etaj. Shunaqa xonalar. O'rtada zina bor, bu yoqda zina, bu yoqda zina bor. Bizani xona bu 338. Endi o'zimizga komfort uyutib olganmiz. Uzr, ozgina bardakroq endi. Buni ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yoqda endi shu oddiy. Bu yoqda dushlarimiz pulli bo'lib qo'ygan. Apparatdan to'lanadi. QR kodi bor. Priложение orqali. Bu yoqda veshelka, не veshelka. Ikkita joy. Bu stollarni o'zimiz olib kelganmiz. Men bu yoqda narsa-parsa tayyorlaymiz. 8 dona shkaf, jani katta bo'lmagan shkaf. Konditsionerlarimiz bor. Faqat minus mashinadan boshqariladi. Uning uchun stol qo'yib chiqish kerak. Shunaqa. Atak bu men joyim kichkinagina. Shu yerda endi yashayapmiz. Bu yoqda o'quv zdaniyasi, boshqa zdaniyaga ko'chganmiz. Bular shunaqa. Endi o'zimizga sekin-sekin sharoit qilyapmiz. Xudo xolasa endi bir ikkita yangi planlar bor. O'xshab qolsa, bu shaharda emas, boshqa shaharda o'qishni davom ettirmoqchiman. Bu shahar yaxshi, o'ziga yarasha yaxshi, lekin menga to'g'ri kelmadi, to'g'risi. Qishi juda sovuq, kasal bo'lib qolaman. Havosi yaxshi emas. Shuning uchun boshqa o'sha Guangzhou, Shanxay o'sha taraflarga universitetlarga dokumentlarni to'g'irlayapman. Xudo xolasa o'xshab qolsa, vloglarni endi yo'dan ham davom ettiramiz. Bu yoqdan vloglar olaman. Baribir. Xullas shu yangiliklardan bizda shu. Endi o'tgan oldin xonada tayyorlasa bo'lardi. Choy qaynatardik, hamma narsa qilardik. Lekin bu yoqda limit bor. Tifalni tiqsangiz ham tirs o'chib qoladi. Bitta o'sha telefon nechidir vatgacha limiti bor, o'shaning uchun ovqat tayyorlash mumkin emas. Oshxonada qilamiz. Oshxonada ham pulli 204 yuan 30 minut tok ishlashingiz. To'g'ri, sal qimmatroq, lekin 3-4 kishi bitta bo'lib tashlashib produktni qilib, hamma narsani birga qilsa, arzonroq tushadi, ekonomroq bo'ladi. Kim bo'lar, hozir misol uchun yozda oshxonalarimiz yopilgan, ko'chadan ovqatlanish qimmat. Shuning uchun hamma 3-4 ta bo'lib borib ovqatlanadi. Bu yotoqxonamizni biz 3-etajda bo'lsak, 5-etaj qizlarniki, qolgan etajlar bolalarniki, 1-etajda bitta xonada, xuddi shunaqa xonada 4 tadan, 2 talikdan krevat bor. 4 ta bola turadi. U boshqa studentlarga bizga emas, bizga 2 kishilik xonalar bergan. Xullas shunaqa xonani ham ko'rsatib o'tdim. To'g'ri, sharoit zo'r emas, lekin shukr qilib hamma narsaga qilsa bo'ladi. Yo'qdan ko'ra bor. To'g'ri, issiq, havo juda issiq, konditsioner yaxshi muzlatmaydi, o'zimiz ham yoqmaymiz, chunki tashqari issiq, ko'chadan kirasiz, issiqdan sovuq, kasal bo'lib qolamiz. Shuning uchun mana shu tomoqlarim og'rib, shuna bo'lib qoldi. Atak endi o'zimiz uchun sekin-sekin sharoit qildik. Bu gilamlarni olib, polchkalarni, manularni, veshelkalar, hamma narsani o'zimiz yonimizdan qilganmiz. Universitet hech nima bermagan. Matras, divan, matraslarni ham eski yotoqxonadagi matraslarni olib kelganman. Shu bitta divan, shkaf bo'ldi. Stollarda o'zimiz gaplashib olganmiz. Shunaqa. Ertaga xudo xolasa bankka borib kelishimiz kerak, bank karti bo'yicha. Karta ochmasak bo'lmas ekan. Endi tanishlar bor edi, ular bilan ularnikidan ishlatardik. Hozir endi o'zimizga ochishimiz kerak ekan, baribir kerak. Xullas shunaqa. Yana bu narsa qiziqroq narsa bo'lib qolsa, davom ettiraman. Hozircha shu hayotimiz shunaqa. O'sha rejim o'sha. Faqat svetimiz rejimi o'zgargan. Oldin soat 11 da o'chardi svet, ertalab 5:30 da yonardi. Hozir soat 10 da o'chadi. Ertalab o'sha 7, 6:30, 7 dan keyin yonadi. Shu taraflari o'zgarib qoldi.
soat 9 da yopiladi yotoqxona. Shu bilan ertalab 6 da ochiladi. Chiqish kirish umuman mumkin emas. Ular shunaqa. Bu narsa qizaloq narsa bo'lsa, yana davom ettiramiz.